Mehnat kodeksining mana 215-moddasi aytadiki, ta'tillarda bo'lgan davrda xodimning ish joyi lavozimi saqlab qolinadi. Mana 215, bundan tashqari 239-modda bor. Ijtimoiy ta'tillarda, ya'ni mana bola parvarish ta'tili ham 405-moddadagi bu ijtimoiy ta'til hisoblanadi. Ijtimoiy ta'tillarda xodimning ish joyi va lavozimi saqlab qolinadi. Endi mana siz bola parvarish ta'tilidan qaytdingiz, e'tibor qiling. Agar misol bola parvarishlash ta'tili mana 405-moddaga muvofiq bola 2 yoshgacha chiqish mumkin. Bola 2 yoshgacha chiqilsa, endi byudjetdan tashqari tashkilotlarda bola parvarish nafaqasi ham to'lanadi. Ya'ni bu o'sha mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 60% miqdorida har oyda, e'tibor qiling, har oyda nafaqa to'lanadi. Endi byudjet tashkilotlarida to'lanmaydi. Ayrimlar misol savol muallifi farzandlari 2 yoshga to'lib chiqqan bo'lsalar, endi mana alohida yana qoidalar bor. Mehnat qonunchiligida mana 163, 409-moddalar bor. 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollarni, demak, qisqartirishga tushirib bo'lmaydi. Ya'ni sizni joyingizni qisqartira olmaydi, sakrashini qila olmaydi. Tushuntira oldimmi? Mana bolangiz 2 yoshga to'ldi. Bolangiz 2 yoshga to'lguncha siz o'sha bola parvarish ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz, o'sha yuqorida aytdik 215, 239-moddalar tartibida sizni ish joyi lavozimi saqlab qolinadi, qisqartira olmaydi. Endi misol farzandingiz 2 yoshga to'lib ishga chiqsangiz, mana endi sizni joyingizni qisqartiramiz ham deya olmaydi. Sababi o'sha yuqorida aytdim, 3 yoshgacha bolasi bor ayollarga alohida kafolat bor, sizlarni qisqartira olmaydi. Endi farzandingiz 3 yoshga to'lgandan so'ng qonunchilikda belgilangan tartibda misol sizni ish joyi lavozimingizni misol qisqartirish mumkin. Agar homilador bo'lsangiz, unda yana qisqartira olmaydi. Sababi 408-modda bor. Homilador ayollarda ham ish joyi lavozimini qisqartirib bo'lmaydi.